kez hop sanıyorum ya Habibi. Bana senden fayda yok, yolla şu tabibi. Yüreğimde derman yok. Senin narin narin yarim, suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim, benim narin narin yarim. Bola uji 5 oydan keyin yonga dumalashni boshlaydi. Shuni hisobiga Ispaniyadan tushib ketadi. Ko'proq kuzatiladigan yoshlari 1 yoshdan oshgan bolalarda, ya'ni endi yurishni boshlagan bolalarda ko'p kuzatiladi bosh bilan yiqilish. Umuman 3-4 yoshgacha bo'lgan bolalarda tanani boshqa a'zolariga nisbatan boshi og'irroq bo'ladi. Ya'ni kattaroq bo'ladi. Shuning uchun yiqilganda doim birinchi bosh tushadi yerga. Shuni hisobiga yosh bolalarda bosh miya jarohatlari ko'p kuzatiladi. Bosh miya jarohatlarining asosiy belgilari bolalarda ko'ngil aynish, bosh og'rig'i ham bo'ladi, lekin bola buni aytolmagani uchun asosan injiqlik bilan buni namoyon qiladi. Keyingisi bolalarda ishtahani pasayishi, bo'shashish, jarohatning og'irligiga qarab keyin behushlik, sudurgilargacha olib keladi. Ayniqsa bosh miya travmalarida bola ovqatlanmasa ham qusish kuzatilaveradi. 1 yoshgacha bo'lgan yoki 1 yoshdan katta bo'lgan bolalarda asosan bosh miya jarohatlarini rentgenologik usul bilan echo EEG usulida, agar liqildog'i bitmagan bo'lsa, neyrosonografiya orqali tekshirib, yana ham tashxisni aniqlashtirish mumkin. Statsionar sharoitda davolash tavsiya qilinadi.